M12 platin daragoman aparatsiz olib kelasiz. Qarang endi. 16.000 rubl beradilar. Haliga aparib turib poyezdga addelni uje klientlar bermaydi. Yo'q, shu 16.000. Platin jo'lgan ular bermaydi. Shu 16.000. 16.000 ichida ham platin jo'lma borib keladi, ham ondan keyin oyog'ini sizlar shu 16.000 ichida sizlar berasizlar. 16.000 rubl Moskva, Moskva qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar dokumentingiz bormi, yo'qmi, farqi yo'q aynan. Ikkita taychaqni ko'rib turibsizlar. Bu ikkita taychaq komfortli biznes klass deganda bu ekovi, bundan boshqa yana 3 ta mana shunday 6 talik xuddi mana shunday pachka mashinalar bular gransiya qatnaydi. Imini har kuni bir kun pas, 2 kun pas emas, adamim bor jo'q emas. Har kuni keyin haliga bunday ham musir halgi mashina emas aynan. Mashinalar yangi, pachka. Mana shu mashinalar 5 ta mashinalari bor. Imini mana shu ballardek. Bilasizlarki, men ta reklama bo'lmasa, halgi reklamaga men ta o'zim uverim bo'lmasam, reklama xalqqa olib chiqmayman. Xalq o'zi meni yaxshi biladi. Shu ta chachim uchidan oyog'im tirnog'im uchiga davr aynan senga javob deyman. Shunda keyin men reklamama ishini bemalol telefon qilsangizlar bo'ladi. Takshto jigarlar mana shu mashinalar har kun gransiya qatnayapti. Haliga 15.000 rubldan az beryapsan, boryapsan, kelyapsan, yana poyezdga yo boshqasiga 2.000 rubldan ber, o'g'a qil ber. Tem bo'le rossiyskiy nomerda bo'lsa, platin darogaga adden yana 500 rubldan, 1000 rubldan pul berilari bor. Aynan. Hozir onday emas. Qaranglar. 16.000 rubl Moskva, Moskva qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar dokumentingiz bormi, yo'qmi, farqi yo'q aynan. Sizlarda mana shu bolalar o'zi borib oladi. Mana shu M12 men boradi, aparib, olib keladi, militsiyaga tushmaysizlar yo boshqa narsa qilmaysizlar. Mana shu aytaman. Shu sizni qanday qabul qilgan bo'lsa, nasib qilgan bo'lsa, inshaalloh shunday olib kelib qaytarib topshiradi. Mana shu o'zimizning tojikistonlik bolalar, mana shu hoji akamizning oldimizda 5 ta mashinangiz bor, Emrat. Adashmadim. 5 ta mashina. Hammasi mana shunday komfort. Yo'l charchatma. Qarang. M12 platin daragoman aparatsiz olib kelasiz. Qarang endi. 16.000 rubl beradilar. Haliga aparib turib poyezdga addelni uje klientlar bermaydi. Yo'q, shu 16.000. Platin jo'lgan ular bermaydi. Shu 16.000. 16.000 ichida ham platin jo'lma borib keladi, ham ondan keyin oyog'ini sizlar shu 16.000 ichida sizlar berasizlar. Jigarlar, men aytayapman qo'yna. Hech qanday muammo yo'q. Muammo yo'q da. Buni o'zingiz ham gapiring, bemalol kamera qarab turib. Yaxshiliklar tilayman. Bardonim Tojikam, auditoriya Tojikam هستن برادرو که امی 16000 دادرین همه شب برادر داریم. مقصد دیگر یکم مشکلی نیستن. دیگرler 16000 دیشیده همه‌سی بود. مقصد دیگر هر کنریز بود. Dokumentleri yok mu? Bari joylardan olamız. Tochka metro Teplistan bo'lardi. Bemalol arasida chaqirsangiz mumkin. Mana shu aynalamning tochkasi asli mana shu Teplistan, biz o'zimiz ham mana shu Teplistanda turibmiz. Aynan Ali ko'mirchining nomidan men gransiya chiqib kelaman deyin, tamom. Shunda aytayapman-ku, sizni qanday qabul qilgan bo'lsa, ana shunda olib kelib qaytaradi. Shunda olib kelib qo'yadi. 10 yildan beri sizning dokumentingiz tom bo'lmagan shu bolalar qaytarib aparib kirdi chiqdi qilib olib keladi aynalar. Hammangizga mana shu pastdagi nomerlar bor-ku. Mana shu pastdagi nomerlarga telefon qilib, mana Hoji aka deyin, hadesa Ali ko'mirchining kanalidan ko'rib telefon qilyapman. Men bu yer gransiya chiqishim kerak. Qanday bo'ladi, nima qilaman? Aynan men aytib 16000 rubl berasiz, tamom. Hech narsaga pul bermaydi. Shon jigarlar mana shu turgan mashina, bundan boshqa yana 3 ta ham bor. Nasib qilgan bo'lsa, eminim siz mana shu videoni ko'rib turib gransiya borib chiqib keyin dokument bo'lib, aynan kelganingizdan keyin men chiqamanda sizni video qilib internetga qo'yamanki, xalq ko'rsin deyman. Mana shu videoni qancha gruppa bor, Telegramma, WhatsApp'a, haliga hozirgi kunda chiqqan Maxima, Paxima, любой yerga aynan tarqatingizlarki, o'zimizning xalq mana shu videolarni to'liq ko'rsin, mana shu narsadan xabardor bo'lsin. Men